Benim ismim Adam. Yenler Padişahlığının şahzadesi. Bu yerde Sırlık Galiskar kalesi var. Bu yolvaz benim en yaxşı dostum. Mende sırlık güç kuvvet var. Lazım bolganda şemşirimni çıkırıp katlıkta olayım. Bana güç kuvvet Bu çağda yolvaz, eriş yolusu aylanır. Ben Hiymenge, alemdeki en kudretlik Adem'e aylanırım. Benim özgürüş sırımni dostum Şadutberi son sırız. Yasağı ve Olko üç kişili bilin. Biz birlikte rezillik menbiyi İlantağ kalesini kelgen olmasla bilen köreş kılırız. Hey Uko, sen bir batır cançı buluşunu oylamsa? Şundak, küllarning birida men Iskilchoqning qo'lidan davlatimizni qutuldirib chiqaman. Oh, Oko, menimcha biz bek usab ketdik. Kechirgin. Yana yuraksizlik qilma erish yo'lisi. Çatak yok dostum, fakat çakmak avazı. Meningcha undaq emas-da Adam. Oh, dada, u nima? Bilmayman deyla, biroq men boshqacha birdimni sezyapman. Biz hozirlik bilib qolamiz. O nime Oko? U keldi. U kim? Bilmeyme, bırak o pek uduqib ketganda qiladi. Bu yoq kelib nima shug'ulni qarab beqinglar. Olko, sen nerede? Her şey olursa bu yerimi vakalığını bilettim. Bo'ldi Olko, bu zodi nima ishlar? Tabiiy emas, men bilan bir tutda u menga hujum qildi. Ben bu işini burula anlagandım. Shundaq men anglagan. Menga ko'proq so'zlab bergin Olko. Emas, elektronli qurilmadan men bilan o'xshash bir tutda. Elektronli qurilma? O bir xil sap energiyada yasalgan mashina adam, shundaqmi? To'g'ri aytding Adam. Ittifoqina Olko. U nima uchun senga ergishib oldi? Mening his qilishimcha, sen so'ragan masalaning javobi bor dada. Nima ish? Bir sirliq ish bilan keldim. Oko, o'rni tezroq menga berib. Qiziq. Demak, eliq shamolda lapildaydigan kishi qancha bir maxfiy joyga mo'kyapti-da. Bu emash degan alayda ablaqni o'zimiz uchun xizmat qildiraylik. Sening nima planing bor, Iskilsho? Men emashni bu yerga chaqirib, uning bilan bir kelishim tuzmoqchiman. Biz onun mahbirlersini tipşik yardımlasak qandoq? Yo'q, ablaq. O bizning maxfiy narsani tepishimizga yordam berish kerak. Buningga uzun vaqt ketmaydi. Men uni kerak qilmoqchi. Buni qo'shilamsan. Meningcha undaq qilib bo'lmaydi. Undaqda buni tetib baq.
Maşina adam, onu koyuver. Anladın mı? Ben işinin bomladım. Bırak şamal sokuvetti. Her şey olmuşsa. Menimce biz rolumuzni joriy qildik. Biz mangayli, bulandik. Biz yani neye barımız adam? Bana çıkıver atakıldı! Hey! Ben Seymen! Heyman, erş yolusi. Sizler japa çekdinglar. Demeyiş, o ko'rib qochdi. Sizlar ikkinglar yaxshi to'g'asizlar, ha? Nayt yaxshi, tezroq bo'l Xeyman. Belavla ishkimiz jang kiyimisiga chiqamiz. Bo'ladi. Biz mangayli her şey olursa. Heylik maşinadan mahbinasini tapqıcha, men avval uni qo'lga tushirishim kerak. Tezrak sikilisha, tezrak. Tez bo'layotman-ku, men tez ketyapti-ku. To'g'ri, men radarim qarab baqay. Xeyman, sening yeningdilar, ha? Dada, ağıyadiken. Bu ekrandın vaqtida ko'rindi Xeyman. Ko'rdim ya sağ ol. Ben onu tez bir qutqizima. Rahmat. Bu ayet ekan. Energiya yetkazishni chiqsal, bosman. Tayyama iskilishyo. Endi bu narsa elektronlik to'lqinni to'g'ri tepish kerak. Bu mashina odam keyin menga xizmat qiladigan mulkim bo'ladi. Heyman, sen bu qadimki planimni buzaman deb o'ylama. Ko'zimga sat ko'rmay yo'qoladi. Vaa, bundaq dema. Og'zingni yop pistak. Men aytdim-ku, bu yerda yo'qol. Ben fakat mushunda qilmasam bo'lmaydi. Chunki sen mening kichik do'stimni bulab ketding. Senin karametimni chaqliqkan-ku. Ben bir g'oyib bo'lish o'yinini ko'rsatay. Bu qatim hasrat chekib qolasan, Heyman. Ben bu kichik do'stimni ep ketay. Heyman. Neymiş oldu? Bilmedim deyla. İmeyiş bilen o tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Meningcha munda qilayli. Men arish yo'li bilan birga o'rniga qaytay. Shu yerda ko'rishsak qandoq deyla. Hozir heylik elektron odam bilan kichik qo'nchoqning hammasi mening mulkimga aylandi. Vaa, iskilibsan? Açıqlanma do'stim. Seni bir yerga taklif qilishim, sening mahbinasini tepishingga yordamlashish uchun. Sen nima ishga eliqqa mahbinasi tepishmoqchi? Iskilibsa yordam qilgan odam, bu rostdan ilgirlash. To'la gap qilma. Nima degan otgan narsa bu? Sen nima ishga menga yordam qilmoqchi bo'lib qolding? Sening mahbinasini tepishingga to'sqinlik qilgan kishilarning hammasi mening dushmanim. Men sening mahbinasini tepishingga yordam qilsam, sen mening etnimni bo'ysundirishimga yordam qilgin. Qo'shilamsan? Qo'shilaman. Yo'q. Nayt yaxshi ot.
Men biraz gummalanyaptım Xeymen. İmeyişinin gayip bolışı özü kılgan iş emas. Bu nimdigining dada? Mashina odamning qoida prinsiplarini tadqiq qilganligim esingda deylar. Elektronlik qurilma o'z kuchiga tayanib yo'qolib ketmaydi. Acayip iş. Mende başkaçı bir kız sezim buluvatıdı. Bu işini çokum iskilit şah kıgan. Aqlliq kelsa, Xeyman. İskilit şah. Dok etim sen bek bir kabih oyun oynadın iskilit şah. Ha, oyun emas, Xeyman. Ben sana bir sovg'a deb keldim. Röst qo'y, Osman. Oko! Sen onun bir tal moyuğa tigirgan bolsang jeningni olama. Ha, yo'q. Hech kim unaqa chaqilmadi. Özüňni besip al eriş yolusi. Boldy iskilit şah. Men senin azaldan yaxşı qılmaydyganlygyny biletdim. Sen yana nima qılmakçı? Azroq talabim bor, Xeyman. Mening sening talabingni anglig'im yo'q. Buningga albatta qo'shilasan. Qandaq talab? Aytqin. Eliq Oko mening manfaatimga ziyonliq bir ishni qildi. Agar biz sening talabingni qabul qilmasaqchu, Undaqda men mashina odamni davlatinglarni vayron qilishga yetiman, suyimligim. Biz bu ishni maslahatlashib baqayli. 1 soatdan keyin javobini berayli. Bo'lamdi iskilit shah. 1 soat? Yaxshi, Xeyman. Qarğanı biz köprek baş qatırdıgan oxşaymiz. Oko, sen eliqi məxbinəsini qayağa tiqib qoyğandın, ha? Kaliskar qalasiga. Kaliskar qalasiga? Ondaq bolsa biz Galiskar qalasiga barayli Oko. Sizlar ikkinlar bu yerda iskilit şah qarab turunglar. Biz vaqtni ching tutayli. Bu yoqqa kel her şey olusi. Tezroq harakat qilayli. Skilishya imeyişten foydalanıp bir qınaq binasını tep dövlətimizni tatib almaqçı. Biz jazman imeyish bilan iskilit shohni o'z dunyosiga ketkizib o'tishning amalini qilishimiz kerak. Oko, sirliq to'pni epkagin. Bo'ladi. Hozirlik qilaman. Bir sirliq top. Rahmat Oko. Bu iskilit şah bilan eliqi G'alita ablaqning almoqchi bo'lgan narsasi. Shundoq, bu bir maxfiy narsa. Qadimgi podshohlik davrida mashina odam Okoning shirki bo'lib, bu to'pni saqlashga mas'ul bo'lgan. Shundan boshlab bu to'p Galiskar qal'asida qolib qolgan. Emeyish Oko bu topning sehri kuchi bilan hozirgidek o'zgargan deb qaraydi. U amaliyoti bundaq mas kelib qolganligini hargiz bilmaydi. Sizlar meni tasavvufdan tepib olgan. Biz bu top orqali tunnelni o'lchab chiqa olamizmi? Bo'ladi, Xeyman. Uni echib etdik. Birdek tugul bo'lamdi. Bo'ladi. Men tunnelni etib o'talayman, biroq men bu bir qatimni tunnelning kuchini birlashtira olayman, Xeyman. Aldırma, benim bir amalim var. Bırak, ikkinlarning yardımı gerek de. Manda qilayli. Mening taqtim cheklik, yasavul. Xeyman bilan kichik ziyankesh qani? Ha? Xeymen hozirlik keladi. O kovla ishkisi tasvafga ketgan. Tasvapqa? Maxbinasini shu yerga yoshirgan. Mening sen bu qidim og'zingdan ketding, yasavul. Ha! Imeyish qayerda? Ha? u qochdi. Iskilit shoh, sen kimni yuttirib qo'yding? Bundan qipit. Sen onu kaçırıp ettin. Biz imeyişten burun tasvapka itip berişimiz gerek. Biz bu yerda sen kelguchi do'stingni saqlab turayli, iskilit shah. Ben sen bilen keyin esa oluşiman, yasavul. Biz yanılı Xeymanning planini o'rinlayolmay qoldik dada. U yanılı vaqtni ching tutadi deylar. Endi biz uning bilan aloqalashishimiz kerak. Xeyman, angladingmi? Anglayapsan Xeyman? Shundoq, angladim ya Savul. Hamma ish plan bo'yicha bo'lyapti. Bosman bilan Ayvinni so'lab qo'ydik. Iskilit shah yo'l ustida. Yaxshi, biz uni bu yerdan tezlab ketaylik. Xeyman, omad tilayman. Rahmat deyla, keyin ko'rishaylik. Xeyman ketdi. Tayyorlik bitdimi, Oko? Tayyorlik bitdi. Tayyorlik bitdimi, o so'z?
Taze vaxtıdır geldin maşinadan. O topni manga bergin. O manga taalluq. Bizni yo'qlab kelganligini qarshi olamiz, Skilitcha. Biz sening qadam tashrif qilishingni kutib turardik. Bu ülgür yolvas. Mena çarşaf qilishga vaqtim yo'q, qiyman. Menga hozir ilk maxfiy narsa kerak. Ha, meningcha hamma ish Oko'ga bog'liq. Uning ustiga emayish sendan burun keldi. Qandaq? Sana oңuштук tileyme. Padişahlık senin kulunda. Bo'ldi, jinimni tutib qo'ydim. Yo'q, to'xta. Eksik bo'ldi. Men bu sirli topni uning haqiqiy egasiga beray. To'xta! Tez qaytib kel. Bu cho'qim bir sehrgarlik. Ha? Bu sehr ramını uzun tutup duruşqa gücüm yetmeydi Xeyman. Sen beni aldığı alayman deb o'ylabsan, ben öyle qadar iskilish shaqqa o'xshashiga kirmayman. Yaman emas, biroq toza ko'ngildagidek bo'lmadi. Tez Xeyman, ben bardoshlik beremeyotdimi? So'siriz, chidab tur. Men uni seher ramkasiga kirgizib o'tay. Ya Xeyman, sen onunla tegme. Boshqa amal yo'q. Onun kudreti senin gücünü acizlaştırıp ediyordu. Men faqat kuch kutaynim. Mening kuchimga Beni qo'yiver. mag'durim qolmadi. Beni qo'yiver. Tez Oko, tez bol. Oko tez, tez bol. Yaxşı qıldın Oko. Sen bek yaxşı cumu. Bu ishlarning siraq to'kishini umid qilardim. Agar bular Xeyman bo'lmaydigan bo'lsa. Xeyman. Qandoq biroz yaxshi qolgansa Xiyman. Ne bo'ldi? Sen imeyişini tutuğanda küçün intayın acizleşip gitti. Burun bunda qıldıqallar boq baxmıgan Xeyman. Kaliskarning qudrati sen bilan birga bo'ldi. Skilitcha qanday bo'ldi? Men Iskilshahni oxirgi qatim ko'rganda u meni quvg'ildi. So'sirishning kuchi bilan tunnelda vaqtim qutulib chiqdi. Rahmat So'siz. Sen meni qutqizib qolmay, Oko va butun podshohlikni qutqizib qolding. Men lazım bo'lganda chiqib yordam qilma Xeyman. Oko, bugun sen qahramonlarga o'xshading. Endi men qal'aga qaytib ketay. Hammasi qahramon. Orda qaytayli. Bu xo'sh xabarni ordadagilarga aytayli. Biz hammamiz seningdan faxrlanamiz Oko. Bu teşekkürnomeni topshirib olgin. Sen bunu angla Oko. Nim bo'lding? Sen xo'sh bo'lsin kerak, Oko. Men haqiqiy qahramon hisoblanmayman. Men bu medalga loyiq emas. Nimish o'zim qahramonlar o'xshash his qilmaysa? Chunki u chog'da qo'rqatdim. Botir kishilar hech nimadan qo'rqmaslik kerak. Bu yoqqa kel Oko. Men sana oddiy qilib tushuntirib qo'yay. Qara. Qo'rqmaydigan jasoratmi mavjud emas. Sen qo'rqqan chaqda jasoratingni ishga solib jang qila olsang, mana bu haqiqiy botirlik bo'ladi. Uqdingmi? Buni esingda chin tut. Shu chaqda xatar ko'p bo'lsa, yanada ko'krak kirib o'tirg'i chiqdim. Ha, mushunda qilganliging uchun botir bo'lishga haqlisan Oko, ha? Men rostdan botir. Wow!
Bugün Oko qaddiy mashina odamning hujumiga uchirdi. U chaqda u qo'rqqandi, lekin oxir tashvishni yengib, Ximanga yordamlashib mashina odamni yengdi. Hamma kishi tashvish bo'ladi. Amaliyotda buning xijil bo'ladigan yeri yo'q. Tashvish tabiiy hodisa. U bizga yo'shirin xatarni bildirdi. Tashvish bo'lmasa, biz har xil qiyinchiliklarni bilolmay qolamiz. O'zingizning tashvishlanganligingizdan mangu o'kinmang. Tashvishingizga rahmat ayting. U sizni bir muncha xatardan mangu yiroqlashtirdi. Ko'rganingizga rahmat.